Agar pishcho'y paket ishlatilsa, u narsa vergi mahsulotga yukmaydi. Shunda ikki pichoqni bir-birini aymindatgani zararsiz. Zararsiz. Ichidan sotib qilingan go'shtlarga salom. 5000 so'mga chiqdi dedilar. Yana kontrol bo'lib turibdi bozorda. Hamma ishga nolida birin girib chiqib ko'rdik o'zimiz ham. Go'shtni aytadilar. 55 ming, 58 ming, 60 ming so'm dedilar. Lekin 40 ming so'mdan sotib turibdilar bozor ichida. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar Davlat TV kanalidasizlar. Do'stlar, bugungi videomiz bozorda narx-navolar bilan tanishib birinchi yetdan. Bugun odida kartoshkalar qimmatladi, go'shtlar qimmatladi dedilar. Shuni biroz mas qiziqib ko'ramiz. Birgalikda kanalda bo'lsangiz, shaymoqni aytib o'taman. Podpisatsiya va колокольчик bosish esdan chiqmasin do'stlar. Bo'lmasa videomizni boshladik. 4000 so'm, 4000 so'm kartoshkalar. Aka qaytalamı bundan? Qaytalamı? 3 kilosincha? 4000 so'm qaytaladi. Gashirchasam gashir. Yasi 2800 ga. Rahmat. Kartoshka necha so'm? Kartoshka 4,5. Piyaz necha so'm oldu piyaz? Piyaz 1,5. Yashirning? Yaş 2,5. 3,5 dan ham bor ekan kartoshkalar. İçeriden sotib qilingan go'shtlarga salom. 40 dan. İçeriden de tuttu mu göğsünü? Hadi olalım lan. Göğsünü de tuttu. 40'tan 40'tan yiyor. Sıfır kalkıyor. Shunday gemoglobinni ko'paytirish uchun mikroelement deb yeydilar odamlar. Doğrumu mikroelement deb. Bu go'shtni narsani kesgan vaqtida masalan mikrochistitsa deb o'zingiz aytib turibsiz. Mikrochistitsa bu organizmga zarar bermaydi deb o'zi kitobda belgilangan. Sen şu ikki damirdan chiqqan yangi tig'ni o'zi organizmga zarar bermaydi. Yo'q, u mikrochistitsa. Sizni aytib turgan siniq, ulli bo'lak ya bir boshqa nima bo'ladi bo'lsa zarar beradi. Niçin desa men oldin aytdim. Katmoni, pichoqi, pishcho'y. Boshqacha ama bize ham pichoqlar boshqacha ku. Mesela paketler ham pishcho'y paket chiqib boshladi, to'g'rimi? Avval bizda mesela rivojlanish jarayonida hozir prostoy paket chiqarib turadilar. Hozir endi yog'i narsani ikkalodon ichini polietilenini pishcho'y polietilendan ikkatib turibdilar. Zarar bermaslik, oddiy paketda dursam, mening qarorimda beyanni aytgani paketda turgan vajam bir-birisini bir reaksiya berib zarar beradi. Agar pishcho'y paket ishlatilsa, u narsa vergi mahsulotga yukmaydi. Shunda ikki pichoqni bir-birini aymindatgani zararsiz. Zararsiz. Kitobda belgilangan uni tag'ir narsa. Dasha neng? Dasha. Dasha bu zararli. Dasha zikalaydilar. Bizda dash yo'q. Bizda dash yo'q. Katma hamma. Ko'p yerlarda masalan demir maxsus pishcho'y demirda u. Bu dash yo'q lekin. Qani bilan bir fatar baho. Ximik aytdim-ku, zaryad chistisi zaryadni netgan vaqtida u narsa bu narsani endi organizmi aytibmiz bo'lishi mumkin. Uni katta qilsa bo'lsa, unda siz aytgan narsangiz bo'ladi. U siz aytgan narsa zarar bo'ladi. U haqiqat. Buni hamma nima uchun desa, boshqa narsa. Lekin u ishqalanish jarayonida bu bir-birini katta qusuq emas. U nima uchun desa bizda charxlash. Addi charx atsa, u siz aytgan narsa bo'ladi.
Çarptay. Çarıqda bo'ladi u. Bu o'ylab turgan fikri bo'ladi. Men shu uchun aytib turgan. Siz ximik sostav bo'yicha zarracha deb aytib tursiz. Lekin u biologik sostav nazaran olmasa u Zarar yo'q. Havo iste'mol jarayonida yuvilib, bu buni xalqqa go'shtni avvalgi shu narsasini aytish kerak. Yo'qi Hep yuvish kerak. yuvib, Yeyish kerak. yuvib, do'ndirib, холодильник hamma o'rgangan-ku do'ndirib. Biz asli bizani xalq hozir dongan go'shtni iste'mol qilmaydi. Ova. Suyucunu uradilar. Ha siz ham olmaysiz dongan go'sht. Naylam men alasizmi siz? Yo'q qachonki go'sht deb aytasizmi? Lekin men garanda minusovoy temperatura -20 gradusda do'ndirib kessa sotib chiqarishim. Lekin o'zingiz ham iste'mol etmaysiz, yantashmaysiz uni. Doğru. Ha shu ro'ba, u hozir свежий go'shtni bizada masalan свежий go'shtni ekkan so'ng u bu yerdagi instrumentlarning ichida bıçaklarning ichida biz her oyda shuning bulardan bıçakından narsani namuna olamiz. Kasallikka qarshi katmani, bıçakı, kündesi, terazisi, terazisinden shu narsa bormi? Mikroflorası aniqlash epizod bizada epizotiya deydi. Epidemiya emas, epizotiya deydilar bizada. Shu epizotiyani narsani olish uchun eldan olinadi. Kasallikka boladan olsa daryo izolирование bo'ladi. Shu uchun bu yerda bularni her bir endi birinchigina bo'la boshladi. Bu xonasi. Birinchi kun bozor bo'ladimi oldimi endi? Va 6-chi kun bozor kuni beklanib shuning safına. Ha, shuning safına bo'ladi endi. Bo'lmasa 3 kun, 4 kun bozor o'tadi. Rahmat. Alangancha so'm aka? 8.000 ulan 8. Nöksdeng. Nüks 7.000. Acayip oldu. Nüks diye kısı vereyim mi? Lazerlikçe so'm. Hazırlar 14'te. Kaçta so'm? Çözüm kartoşka. Kaç? Dilim peçeten ayarlandı. Geçirlen çözüm ne? Yaşalar kaç yani ölçek. Dostlar görüp turganlaringizda şu 4,5 ming so'm kartoshkani kilosi. 5.000 so'mga chiqdi dedilar. Yana kontrol bo'lib turibdi bozorda. Hamma ishga nima deydi? Birin girib chiqib ko'rdik o'zimiz ham. Go'shtni aytadilar. 55 ming, 58 ming, 60 ming so'm dedilar. Lekin 40 ming so'mdan sotib turibdilar bozor ichida. Ko'rganlaringizning. Efirda, yana ijodda ko'p odam yana hamma shu kontrolda. Ichida turibsiz pomidorlar. Pomidor uçarım. Sharmmi? Vereyim mi? Badaring ne? Patates uçarım. 3 kilo 10 bin lira koyuyor. Chesnokcha bo'ldi, chesnok. 25 lira. 25 kilosimi? Aa. Bolgarskiy necha so'm bo'ldi? Ne nima qilajam? Yarım. Ne o? Ne o? Ne o? Olmanchi so'm. Ha? O'rta. Uzunlar necha so'mlar? 17 kilosimi? Bergin qara.
7 bu 17 mi? Bolaşı mı ya kaytalanma?